Xolida opa, shuncha sovg'ani mutlaqo tekinga berib yuboryapsizmi? Albatta, meni komandamda ishlagan har bir ayol bunga loyiq deb bilaman. Xolida opa, bitta savol qiziqtiryapti. Bu sovg'alarga, qimmatbaho sovg'alarga loyiq ko'rgan qizlaringiz nima ish qilishgan? Ular o'z ishini sidqidildan bajargan, har qanday vaziyatda taslim bo'lmagan, eng asosiysi o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshgan. Komandam a'zolarini har doim taqdirlab boraman. Sizni komandangizga kelgan har bitta ayol bunaqa qimmatbaho sovg'a olishi mumkin ekanda. Albatta, bu sovg'alarni olish uchun komandamga qo'shilib, o'z ustida ishlab, meni bergan bilimlardan foydalanib, liderlik darajasiga chiqish kerak. Xolida opa, ayta olasizmi, komandangizdagi qaysi qizlar bu sovg'alarni qo'lga kiritdi? Komandamizdagi 5 ta inson ushbu smart televizorni shunchaki tekinga qo'lga kiritishdi. Har qanday qiyinchiliklarga taslim bo'lmasdan, yo'lida muvaffaqiyat sari har doim olg'a qadam bosgan navbatdagi shogirdim Husniddinova Zamira, sizni bugungi yutug'ingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men tomonidan qo'yilgan 5 ta televizorning bittasi bu sizniki bo'ldi. Doim omadlilar qatorida bo'ling. Ikkinchi smart televizor g'olibi bu Dadash va Yulduz. Yulduz opa, sizni navbatdagi yutug'ingiz bilan tabriklayman. Smart televizor shunchaki men tomonidan sizga tepa-tekinga sovg'a. 4-chi smart televizor g'olibi bu Shahnoza opa bo'ldilar. Shahnoza opa, sizni 4-chi televizorni qo'lga kiritganingiz bilan tabriklayman. Va nihoyat 5-chi sovg'a Ulash va Shahloga nasib qildi. Shahlo, shunchaki tepa-tekinga smart televizor g'olibi bo'lganingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nuriddin va Mahliyo, bugungi g'alabingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Har doim shunaqa omadli ayol bo'lib yuring. Bugungi smart televizor sizga nasib qilgandan juda ham xursand bo'ldim. Faqat yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Har doim muvaffaqiyat sari olg'a qadam boshlashdan hech qachon charchamang. Ko'rib turganingizdek, bugun 5 ta smart televizor g'oliblarini aniqladim. Siz ham komandamga qo'shilib, doim omadli, sovg'ali, pulli va sayohatli biznes lady bo'lishni xohlasangiz, sizni ham o'z komandamga taklif qilaman. Jamoamga qo'shilish istagini bildirganlar kommentariyada plyus belgisini qoldiring.